Ko'pchilik bilmaydi, uyga narxi planirovka ta'siri juda katta. Hozir ko'pchilik narxlarda qiziqib, adashib, aldanib yurishibdi. Men sizga planirovkalarni bitta-bitta tushuntirib o'taman. Shundan keyin fikringiz o'zgaradi. Ungacha obuna bo'lib qo'ying. Birinchisi malasemeyka yoki galereyka deb nomlangan. Shu orqada turgan uy galereyka deyiladi. Buni kvadrati 28-30 gacha, narxlari 25 mingdan 35 minggacha bo'ladi remontga qarab. Ikkinchi planirovkamiz ulучшенный deb nomlanadi. Orqamda mana hozir ko'rinib turibdi. Katta afzal tarafi 2 ga 6 balkon, xonasi alohida bo'ladi. Kvadratlari 42 kvadratdan 120 kvadratgacha bo'ladi. Narxlari 40 mingdan 120 minggacha. Etaji remontni holatiga qarab baholanadi. Keyingi planirovkamiz 9 qavatli frantsuzskiy deb nomlanadi. Mana orqamda turibdi. Buni katta afzal tarafi zali katta 5 ga 5 bo'ladi. Balkoni ingichka 1 ga 7, xonalari alohida bo'ladi. Shuni qarshisida mana hozir xrushchevka deb nomlanadi. 99% bu 4 qavatli bo'ladi. Buni xonalari ichma-ich, balkoni 1,5 ga 6. Katta tomoni buni koridorlarni kengaytirib, o'zgartirish qilish mumkin. Uy remonti, holati, etaji, lokatsiyasiga qarab narxlari o'zgaraveradi. Uy planirovkalari juda ko'p, bitta videoga sig'maydi. Profilimga o'tsanglar, har xil turdagi uylarni qo'yib kelyapman. Pastda o'zimning telefon raqamimni qoldirdim. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.